Toshkentda tongda nimalar sodir bo'ldi? Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Like bosgan qo'lingiz dard ko'rmasin. Toshkentda O'rikzor bozorida yong'in chiqdi. Hodisa natijasida jabrlanganlar yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda O'rikzor bozorida yong'in chiqqanligi haqida tarqalgan xabar yuzasidan rasmiy ma'lumot berildi. Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga 4-iyul kuni soat 04:26 da Uchtepa tumani Toshkent Xalqi avtomobil yo'l ko'chasida joylashgan O'rikzor bozoridagi do'konlardan birida yong'in sodir bo'layotgani haqida xabar kelib tushgan. Shunga ko'ra qutqaruv bo'linmalari soat 04:35 da hodisa joyiga yetib borgan. Yong'in soat 04:42 da qurshab olingan hamda 05:01 da to'liq bartaraf etilgan. Yong'in oqibatida oziq-ovqat do'konining 150 kvadrat metr maydoni zararlangan. Hodisa natijasida jabrlanganlar yo'q. Hozirda yong'inning kelib chiqish sabablari hamda moddiy zarar miqdori aniqlanayotgani ma'lum qilindi. O'zingiz va oilangizni asrang.